Amerikada kampir qaruvchilar hamatentlar deb ataladi. Bu kasb, hamatentlik kasbi hisoblanadi va u davlat tomonidan himoyalanadi. Ya'ni o'sha hamatent bo'lib ishlaydigan, ya'ni kampir qaruvchilarga xohlagan zulmni o'tkazish mumkin emas. U hamatentlar o'sha kampirni uyida 7 kun davomida 7 kun с проживанием тоже bor. Prajvaniyasiga 24 soatga pul to'lamaydi, 13 soatga to'laydi. Soatlab boradiganlariga bu hamma ishini qilishga majbur degani emas, yoki bolalari yoki boshqa bunga bir qanaqadir hukm o'tkazish mumkin degani emas. Siz davlat tomonidan himoyalanasiz. Yana masalan polni uyini от и до генеральный уборка boshqa shunaqa narsalar qilishga haqlari yo'q. Siz shunchaki o'sha kampirni har kunlik qiladigan ishlariga, dorisini vaqtida ichishga eslatib turish uchun nima deydi? Xullas shunaqa yordamlar, gigiyenический tomondan yordam berishingiz mumkin. O'tirgan joyini sal tozalashingiz mumkin.